Obyektimizda buzish ishlari jadallik bilan ketyapti. Rekalarning tunukalarni ehtiyot qilib tushirib oldik. Uzunligi 10 metrli tunuka. Nihoyatda qiyin bo'ldi tushirish. Rekalarni ham sindirmasdan ehtiyot qilib chiqardik. Bu yoshlar ertalabda turish qiyin bo'ladi-da bularni. Hozir ishlab charchamaydigan, yeb to'ymaydigan, uxlab turmaydigan paytida. Bittasi 19 yosh, bittasi 20 yosh. Endi bularga esli hushli, nafsi to'q, nazari to'q, ko'zi to'q qizlar nasib qilsin. Shunaqa to'q qizlardan men ham ikkitasini olib yuribman mashinada. Ikkitasi nasib qilgan menga. Ikkita to'q qiz, bitta och qiz. Bizni kuzatishda davom eting. Shuni yopilish jarayonini qo'yib boraman. Ishlarimiz nihoyatda jadallik bilan ketyapti.